Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli obunachilar. Bugun ovga chiqdim yana. Bugun ham katta sazanlarni ovlaymiz. Sizlar bilan birga, Xudo xolasa nasib qilsa, videoni kuzatib boringlar. Videomiz yoqsa like bosib qo'yasizlar. Kanalimizga obuna bo'lmagan do'stlarimiz bo'lsa, ovga qiziqqan baliq ovlariga albatta obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Bo'lmasa men boshlayman. Ko'p gapirib o'tirmay, ovni boshlaymiz sirazi, maza qilib tomosha qilinglar. Bo'lmasam ketdik, bosamiz do'stlar. Hozir mana bu joyda boshqa joy bor ekan. Yaroq joy ichida. Aslida kalta qarmoqni olishim kerak edi. Lekin uzun qarmoqni olyapman do'stlar. Chuvalchanglar ham. Unaqa kattalari shart emas, chunki hozircha bilmayman bu yerda nima bor, nima yo'q. Hozir endi tashlab ko'ramiz. Chuqurligini ham bilmayman. Bismillahirrohmanirrohim. Normal. Chuqurligi normal do'stlar. Hozir qilgan chuqurligimda suv qarochi tushyapti bu yerga. Suv aylanayotgan joyiga tashladim hozir. Ko'pikchalar bor ekan, loyqaroq ekan suv. Tashlab tortganday bo'ldi xayolimda. Lekin bilmayman qanaqa baliq bor, qanaqa yo'q hozircha. Tortyapti. Ko'ramiz, bo'lish kerak bunaqa joylarda, bilasizlar, yovvoyi joylarda. Bo'ladi, baribir baliq bo'lish kerak. Boshqacha tortyapti. Do'stlar, juda chiroyli. Juda chiroyli tortyapti. Sizlar ko'rinmayapti, o'zim ko'ryapman. Ha. Hoppa. Do'stlar, sazan. O'zim lekin bilmagandim bor. Chunki bitta cho'p kerak bo'ladi hozir. Bizga birinchi marta o'q qilyapman bu yoqda. Mana shunaqa sazan mana. Qo'yib turamiz. Birinchi marta kelyapti ekan deb o'ylamanglar. Bu yilda hisobiga birinchi marta kelyapti. Zo'ra boshlanishiga bitta qarmoq tashlaganda birinchi urinishda yomon emas. Hozir yana tortyapti. Mayda bo'lsa kerak endi bu safar. Hozir yana yaxshi tortishni boshladi. Do'stlar, karasmi? Yo'q, sazancha ekan. Lekin maydaroq.
boya ushlaganim bundan yaxshiroq edi. Hozir mana bu joydan mana yerda ko'proq yaxshiroq joy bor deb o'yladim. Vau, mana do'stlar joy. Vau. Dahshat joy ekan. Qamishga ilinib qolganini qaranglar-da. Bismillah. Lekin baribir boyagi joydan suv tushyapti, o'sha yerga yig'ilib qolgan. Bu yoqda ham lekin bo'ladi, chunki usti nimada yopiq. Usti yopiqligini hisobiga ham bugun suv juda ajoyib ekanda, bu yoqda. Suv loyqacha, chiroyli, zo'rda. Mazza qilib baliq oladigan kunmi deyman-da bugun. Xullas do'stlar, men mana shu joyga joylashaman. Chunki ko'ryapsizlar, nima deydi? Baliq bor, ushlasak bo'ladi. Hop, tortyapti, yaxshi. Sal kattaroqlari bo'lsa yaxshi bo'ladi. Kiloliklari, 1 kilo, 1,5 kiloliklari bo'lsa yaxshi bo'lardi. Hozir men naqd qarmog'ini ham olaman, shu yerga joylashaman, shu yerda ushlaymiz, xudo xolasa. Zo'r bo'lish kerak. Kuzatib boringlar bo'lmasa. Hoppa, sazan. Sazan maydaroq faqat. Tashladim bunisini. Hoppa, yeha. Buni qaranglar. Lekin rosa mayda ekan bu. Tashlayveraman. Xullas do'stlar, mana shunaqa kattaroq joyi bor ekan. Mana xamirchani. Bum. Xamir ham borda. Shunaqa shaklda qo'yaman. Shu ichkariroq, soyaroq otamiz, ko'rinmasligi uchun. Baliqlar qo'rqmasligi uchun-da. Shu yerga tashladim. Hozircha mayda, bunday kattasi yo'q cho'ta. Mayda sazanchalar hozir 3 ta ushladim. O'sha 3 ta ushlaganim hali boshqa ushlaganim yo'q. Endi hozir bu kattani bu yoqqa tashladim. Ko'ramiz, kichkina nariyoqda turibdi, oqim joyda. Bu mana qarang, yaxshi tortyapti. Cho'ta. Sazan. Sazancha. Katta emas, lekin sazancha. Hozir bunisiga ham bir xamir qo'yib ko'rmoqchiman. Ko'ramiz. Shunaqa maydaroq qilib qo'ydim. Bu yaxshi tushdi. Baribir kattasi kichkinasi bor joyda kattasi baribir bo'ladi-da. Bo'lish kerak, ushlab qolsak kerak menimcha. Cho'ta xamirni kattaroq qo'yish kerakmi deyman-da. Sirazi tortyapti. Mayda baliq bo'lsa kerak menimcha. Sal kichkinaroq qilib xamirdan u kurchokni uchiga qo'ydim. Menimcha yeb ketadi bunaqa ahvolda. Hozir ko'raman, agar yeb ketgan bo'lsa, keyin yana kattaroq kurchokka общий sazan uchun qilib qo'yaman. Do'stlar, cho'tik tortyapti men kattachani. Hoppa. Voy. Yaxshi shekilli.
Sazancha. Sazan desam sal ana bo'lib qoladi. Sazanchadek. Mana. Tashab qo'yapman. Nari qarmoqni qarab kelgunimcha o'zi. Qarmoq bu yoqqa. Bu yoqqa qarab bunday bukilyapti, o'shandan bo'lyapti. Agar bukilmasa mayda baliq. Hoppa. Shiqirlashidan bildim-da do'stlar buni kelganini. Qarmoqni shiqirlatyapti. Sazancha. Endi shu bu qarmoqni ko'rayotgandim-da, mana bu qarmoqni, katta qarmoqni. Shiqir qiladim-da, qarasam qarmoq qimirlayapti. Maydagina bo'lsa ham ajoyib tortib qo'yadi-da. Lekin cho'ta bu qarmoqni bugun unchalik omadi kelmayapti, cho'ta. Faqat nari kalta qarmoqqa tushyapti. Bu qarmoq cho'ta sust. Xullas do'stlar. Yo'da faqat maydaga o'xshaydi. Boshqa joyga boraman. Faqat mayda sazanchalar. Eng kattasi 1,5 kilo ekan. Do'stlar, mana bu joylar. Lekin baliq bormi yo'qmi bilmayman to'g'risi. Tashab ko'ramiz, nimadirlar yurganga o'xshaydi. Nimadirlar borga o'xshaydi lekin. Ko'ramiz. Hozir bittasini bu yoqqa tashladim, bittasini nariga tashladim. Lekin suv o'ynayapti, baliq borga o'xshaydi. Hozir tashlaganman, suv loyqacha lekin agar bo'lsa ushlaymiz, xudo xolasa. Suv loyqa bo'lsa aktiv bo'ladi, baliq qo'rqmaydi-da, chunki ko'rmaydi-yu odamni. Aktiv bo'ladi. Ko'ramiz, hozir tashab qo'ydim. Mana bittasini bu yoqqa tashladim. Bittasini mana bu yerda tashladim. Mana. Sal tortyapti, sal tortyapti shekilli. Tortim bo'lsa yaxshi-da, xursand bo'laman. Mayda baliq bo'lsa ham tortsa yaxshi-da, katta baliq o'shanga qarab keladi. Yaxshi, hozir mayda bo'lsa ham tortyapti. Ko'ramiz endi, hozircha tashladim. Bo'lmasam yana boshqa joyga boramiz. Agar bu yoqda baliq bo'lmasa, yana boshqa joyda ko'ramiz. Yana ham hozir mana baliqlarni ushlagan sazanchalarimni mana yerga tashladim. Suv ham yangi kelganga o'xshaydi-da, shunga o'xshab ketyapti. Agar suv yangi kelib turib, tamom vobshe qurib ketib, suv qolmay qolgan bo'lsa, baliq bo'lmaydi, lekin hozir tortyapti. Baliq bor degan umiddaman, ko'ramiz. Hozir tortib ketdim-da, qarab, maydaroq bo'lsa kerak menimcha. To'xtab qoldi-da, katta bo'lganda olib ketardi. Mana qarmoqni cho'ta nimadir tortib ketdi do'stlar. Agar ilingan bo'lsa yaxshi.
daraxtga ilib qo'yibdi, lekin baliq yo'q shekilli. Chunki nimada Cho'ta daraxti go'yo qimirlayapti cho'ta. Moshina leskadan ilibdi. Qanday ilgan buni? Daraxt ham hali yaxshi daraxt ekanda, hali qurigan chirigan emas ekan. Shuni turib tursa balkim o'zi chiqarib qolar, ha. Hoppa. Baliqni qaranglar. Shu tushibdi mana shu qarmoq. Tam ustiga tashlab qo'ydim hozir. Do'stlar, xullas mana shunaqa yo'qotish bo'lib qoldi. Kalta qarmoqda. Bilmayman, lekin cho'ta topa olmadim. Nasa qaradim mana yoqlarda. Yo'q, mana bunaqasi tushib qoldi bu tarafida. Bu tarafida turadi-yu. Qotirib qo'yadigan o'sha narsasi tushib qoldi qayerdadir. Bir ikki qaradim, yo'q cho'ta. Mana lekin bu tarafidagi qo'lchasi suvga tushib qolgan ekan. Mana qaysi vaqt tushib qoldi, lekin shuni sezmay qoldim. Endi buni sekin yig'ishtirib qo'ysak ham bo'lar, lekin do'stlar, xullas mana shu hamma narsani yig'ishtirib oldim. Qarmoq, xo'rak hammasini oldim. Hozir mana ketyapman. Ko'ramiz endi, bironta yaxshiroq joy chiqsa o'tiraman. Bo'lmasam bugunga yetadi, chunki ancha kech keldim. Ham joy ham ko'rdilaringiz, faqat mayda sazanlar, undaqa katta sazan yo'q. Mayda sazanchalar 1,5 kilo, 300 gram, 400 gramlik sazanchalar. Hozir ko'ramiz do'stlar. Skuterimga yetib olsam, xudo xolasa, skuterim sal teparoq qo'yib kelganman. Skuterga yetib olsam, keyin yana davom etamiz. Xullas mana yappa-yangi joy topdim. Bizni mahallani odamlari ham hozir o'tdi ekan, bir ikkitasi o'tiribdi ekan. O'shalarni ko'rib, mashinasini ko'rib keldim-da. Baliq bormikan deb. Qarasa mana bu joy bo'sh ekan, mana shu joy. Bittalari pastda o'tiribdilar, katta odamlar. Bizim mahallani katta odamlari ham baliq ovlashga qiziqadi. Yoshi kattalar endi. Bekor uyda o'tirgandan
Shu ma'qul shekilli-da. Hozir juda karaschalar bor. Hal turishni bilmayman. Bu yerda qanaqa baliqlar bor, yo'q bilmayman, lekin karaslar bor o'xshaydi. Ko'ramiz. Chuqurligini ham bilmayman qanchaligini. Qishda keluvdim bu yerga. Qishdamikan, bahordamikan keluvdim. Unchalik aktiv emas edi baliq o'sha paytda. Bismillohir rohmanir rohim. Hoppa. Joyini topib tashladim lekin. Xo'las do'stlar, mayda tortyapti. Nimaligini bilmadi u, tortyapti lekin. Yo'q, hech narsa yo'q ekan. Shu mayda baliq ko'p bu yoqda. Holatidan bilinyapti. Qanaqadir qamchi ustiga tashlab qo'ydim u. Mana. Raza tortdi lekin bor. Do'stlar, xullas bu yoqda katta baliq menimcha yo'q. Chunki mayda baliq tortaverib odam charchatdi bor. Bugunga yetadi menimcha. Bugunga yetadi. Uyga qaytaman endi. Xullas bu joyda ilab tashlashgan do'stlar. Katta baliq yo'q. Ko'rdim. Tashlab ko'rdim. Yo'q, juda mayda. Rosa tortyapti. Xullas do'stlar, konusu çıkıp gitti. Prosmotr uchun rahmat do'stlar. Xudo xolasa yana tez kunlarda ko'rishamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ko'rishguncha.